Bugun 31 mart sanasida tarqagan xabarlarga ko'ra, Rossiya Checheniston jangovar bo'linmalari AQSh quruqlikdagi bosqini boshlanadigan taqdirda Eron kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun Eronga joylashtirishga tayyor ekanliklarini e'lon qilishgan. Chechen Ahmad maxsus kuchlari qo'mondoni Abdi Alaudinov agar Rossiya rahbariyati tomonidan ma'qullansa, AQShning quruqlikdagi bosqinini qaytarishga yordam berish uchun Eronga bo'linmalar joylashtirishga va qurol-yarog' bilan ta'minlashga tayyorligini bildirgan. Eron davlat ommaviy axborot vositalari bu taklifni diniy mojaroda qo'llab-quvvatlash sifatida ta'riflab, xabar berishgani aytiladi. Rossiya yoki Chechen rasmiylari Eronga askar joylashtirish yoki qo'shinlarning harakati haqida hech qanday rasmiy ma'lumot berishmagan. Albatta, bu tub ildizdan qaraganda dinga va diniy omillarga borib taqaladigan urush. Undan tashqari Isroil va AQSh ham bu urushga aynan diniy tus berishga harakat qilib kelishmoqda. Ammo Checheniston rahbariyati tomonidan bu kabi bayonotlar tarixda ko'plab berilgani, ko'p hollarda amalga oshmaganini hamda Moskvadan to'g'ridan-to'g'ri buyruqsiz bu narsa amalga oshmaslik ehtimoli juda yuqori ekanligini ta'kidlab o'tish joiz.